Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan makiyaj qilamiz. Всем привет! Birinchi bo'lib yuzimizga tonalka qilamiz. Men seni ko'ryapman. Ko'zimizni ostiga shimizga ham tonalka surtamiz. Endi bo'lsa ko'zimizga konsiler surtamiz. Ko'p qormaymiz qizlar. Mo'ylovlarimizni ham yopishimiz kerak ekan. Mana shunaqa qilib otvoramiz. Yaxshi makiyaj chiqyapti degan umiddamiz. Like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Endi bo'lsa asal qizlarjonlar yuzimizga rumyani surtamiz. Makiyajimiz juda ham chiroyli chiqyapti. Mana qizlar labimizga pomada surtamiz. Tush surtar ekanmiz. Ehtiyot bo'lamiz. Sekin qo'yamiz. Shunaqa qilib keyin xolam qo'yar ekanmiz. Sal qo'limiz qiyshiq, bizani egri, beshikda noto'g'ri yotganmiz. Shunaqa. O'zingizlar ko'rib turganinglarda Edidosh bizga mana shunaqa chiroyli makiyaj qilib qo'ydi. Buni hoziroq yuvib tashlamasak bo'lmaydi. Mana va makiyajlarimni ham yuvib, yuzimga o'xotlarimni qilib keldim va men hozir eng oxirgisi bo'lib, mana shu Accessory'dan yangi chiqqan kremni surtaman, chunki bu uxodoviy kosmetikalarni ishlatib bo'lganinglardan keyin eng oxirida aynan mana shu kremni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bizga o'xshab uy sharoitida bunaqa makiyaj qilishni takrorlamanglar.